Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her kaysi joylardaki qarindoshlarım. Hammalarniki şu vakti ve bundan keyingi vaqt xayrlik bo'lsin. Men do'stinglar Abdulaziz Beshto'g'roq. Hozir İstanbul'dan Bayrampaşa'dan sizlarga, ya Bayrampaşa emas, Sulaymaniye camining qishidin sizlarga salom berib o'taman jinim do'stlar. Vaqt acayip tez o'tyapti. 2017-yili, 2016-yillardan boshlab bu Facebook'ta bir-birimizga foyda yetkazish maqsadida shunday kitap o'qish ishini qilib kelayotgandik. Bugun 3-haftamiz Önümdar kişilerin 7 adeti degan bu kitaptan birlikte yeni mezmunlarını, öğünüşünü davamlaştırırız. Bugünkü dersimizde Stephen Covey'ninki Önümdar kişilerin 7 adeti degan, yani The Seven Habits of Highly Effective People degan kitapninki birinci bab özlükni qaytadan izlash degan mazmun birinci bölüm. Bunun birinci babı batiniden zahirga, yani yuşurunluktan aşkarlıkka özünü tel tüküs özgertiş. Yani sırtınızdan emas, içinizden tatip özgertişiniz gerek degan ma'noda. Bunu da aldığımız saatlerde biz mezmunlardan öğrengen, bunun devamında prensipni merkez kılgan tefekkür endizisi. Onun için pişbitiliş ve özgürüş prensibi. Çatak yıldızıdan hal kılmaslıkta. Onun için yenice ideavi sapa diyen mezmunlarını birlikte öğrenimiz. Bu Dale Carnegie'ninki kitaplarını okuyan qarindoshlar akçan bilidi. Dale Carnegie'nin kitapları da aldı bilen özgertişki tigişlik nersini, yani biz karşı tarafninki ihtiyacıga, karşı tarafning köңlünü qandaq utuş üçün biz qandaq özgürmiz degan mezmunda bazı tavsiyelerini berdi qadirli qarindoshlar. Muşu men çıkarıp koygan mezmundaki aslı qarasanglar, aslida şu nemininki, muşu kitapninki İngilizce audiobook baken, şu audiobook'ni eğer İngilizce bildiğin qarindoshlar bolsa, onu anlap çıksanglar buludu qadirli qarindoshlar. Men mayada bir ismini qo'yib olay bu darsninki. Onundan keyin davom qilamiz jinim do'stlar. Tertüküs özgürüş 68. temisi batinin zahirga özünü tertüküs özgertiş. Bunu da prensipni merkez kılgan tefekkür endizisi degenini bununki temisi yakumысы çatak yıldızıdın hal kılmasıkta degenini şu dersimizdeki temis kılıvataylı, yani videonunki temisini soravatıdı. Bu derskin nemi isim koysa dep qadirli qarindoshlar. Anda olsa biz kitabımızı okuşunu davamlaştırırız jinim do'stlar. Bu kitapni Şinjan Xalq Sayya Neşriyatı vatanimizdeki neşr taqib etgan. Bu dunyoga bek dağınıq kitap doğruluk ma'lumotlarni sizlar to'g'ridan har xil tilga tarjima qilinib ketgan, balkim sizlar yashayotgan davlatning tilidami bu kitap tarjima qilingan bo'lishi mumkin. Ana olsa kitap o'qish faoliyatimizni
ügünüşümüzni birlikte başlap ketimiz. Aldınғы saatte biz ügengen mezmunlu bir qatar temelerini kürep üteyli. Yani batinedin. Birinci bab batinedin zahirga özünü tel tüküs özgertiş. Bunun da toğru turmuş usulü bo'lmasa haqiqiy ma'nilik hayatdan söz echish mumkin emas degan qisqacha mazmun. Onundan keyin axloq va jazbadorlikning qaysisi muhim? Bu bizniki musulmoncha tafakkur usulumuzda yasalmachilikni yaxshi ko'rmaymiz, lekin bularmi yasalmachilik emas, axloq ichi din o'zgartish kerak debdi. Mahoratning bo'lishini kifoya qilmaydi. Mas'uliyat bo'lmasa bo'lmaydi degan mazmun chiqadi ekan. Uni biz bir kitobni tugatdik. Iqtidor, mas'uliyat iqtidordan muhim degan. Tafakkur andizisining kuchi. Yani tefekkür qilishni bilmasak, hissiyatga ergish mangsak bo'lmaydi. Yani her bir insanın o'zining tefekkür qilish bir andizisi bor. Şunun qarta tahlil etib berish kerak degan mazmunlar. Tefekkürni o'zgartirish ahamiyati. Meni qandaqla kitoblarga, psixologiyaga oid insonshunoslik, jamiyatshunoslik yoki bo'lmasa ideyani o'zgartirishga oid kitoblar qaraydigan bo'lsak, tefekkürni o'zgartirishning nihoyatda muhimligini. Yani ko'z qarashing qandoq bo'lsa, sen ashundoq muomala qilsa, harakatni boshlaysiz degan gap. Anda olsa prinsipni markaz qilgan tefekkür andizisini boshlaymiz. Prinsipni markaz qilgan tefekkür andizisi. Men ekranga chiqmasa nima bo'ladi? Asosliq mazmun muhim bo'lg'achqa. Prinsipni markaz qilgan tefekkür andizisi. Axloq muvaffaqiyat nazariyasi odamning ish unumi prinsipining yetakchiligiga muhtoj degan ideya va asos ustiga qurilgan. Bu hamma e'tirof qiladigan haqiqat. Xuddi fizika ilmidagi barliq shaylarni tortish kuchi mavjud degan qonuniyatga o'xshashla gumonlanishga, sal qarashga bo'lmaydigan tabiiy qonuniyatdir. Yani fizikadagi o'ziga tortish kuchini bilisizlar, bu to'g'riliq so'zlab o'tishning hojati yo'q. Demak, axloqmi shunga o'xshash insonni tajallib qiladigan tortish kuchiga ega degan ma'nini bildirmoqchi ekan. Biz asoslanmoqchi bo'lgan prinsiplarning chinlik darajasi va ta'sir kuchi qanchalik bo'lishi mumkin degan masalaga qarata Frank Kochning Dengiz Armiya institutining Jaryon jurnalida e'lon qilgan tefekkür o'zgarishi haqidagi sarguzashtalik asridan tuvandagi qurlarga ko'z yugursaklar javobini topa olamiz. Havo tutuq kunlarning birida ikki harbiy manevr paraxotida bir necha kun yurish qildik. Havo tutuq kunlarning birida ikki harbiy manevr paraxotida bir necha kun yurish qildik. Men oldida mangan yetakchi paraxotda navbatchilik qilib o'tatdim. Ayni vaqtda bek kech bo'lib ketgan edim. Paraxot supusida turib, yiroqqa nazar tashladim. Quyuq tuman sababli jiq narsani ilg'a qilg'ili bo'lmaydi. Şunu kapitanımı men bilen billa küzetçilik qilib o'tatdi. Uzoq o'tmayla küzetçi xodim tuyuqsiz paraxotning o'ng yon tarafidan chiroq yo'riq kelib o'tadi deb doklab qildi. Kapitan uningdan nurning yetkilish yo'nalishini so'radi. O javoban biz tarafga qistab kelib o'tadi dedi. Bu bizning o'zaro so'qilib ketish mumkinchiligimizdan derak beratdi. Mubadi shundoq bo'lsa, oqibatni tasavvur qilish mumkin emas. Oqibatni tasavvur qilish mumkin emas edi. Kapitan signalchiga biz qarshi taraflardan kelyapmiz. Yo'nalishni 20 gradus o'zgartiringlar deb yetkaz dedi. Qarshi taraf sizlar yo'nalishni 20 gradus o'zgartiringlar deb javob qaytardi. Kapitan ularga mening polkovnik ekanligimni,
yo'nalishni 20 gradus o'zgartirishga buyruq qilganligini yetkaz dedi. Qarshi taraf bunga qarata men 2 darajalik matros. Eng yaxshisi sizlar yo'nalishni 20 gradus o'zgartiringlar deb signal yo'lladi. Bu chaqda kapitan darg'azab bo'lib, ularga buning harbiy paraxut ekanligini ayt. Ular yo'nalishni 20 gradus o'zgartsin deb varqirdi. Uzoq o'tmayla qarshi tarafdan biz degan mayak degan signal keldi. Shuning bilan biz yo'nalishimizni o'zgartirishga majbur bo'ldik. Shunda qilib kapitan bilan birlikda bir qatimliq tafakkur o'zgarish jarayonini boshdan kechirdik. Butkul ahvolda o'zgarish bo'ldi. Kapitan quyuq tuman sababli reallikni ko'rib yetolmagan edi. Reallikni aniq ko'rish kundalik turmushimizdagi eng muhim halqa. Prinsip go'yoki mayak kabi oson tavranmaydigan tabiiy qonuniyatdir. Xuddi Cecil B. DeMille rejissyorlik qilgan 10 Parhiz nomli filmda ko'rsatilganidek, biz qonuniyatni buzolmaymiz. Mubodo qonuniyatga xilof ish ko'rsak, halok bo'lganimiz shu. Birov o'z tajribasiga asosan tafakkur usulini turg'iza oladi yoki xarita siza oladi. Hamma shu asosda o'zining turmushi va kishilik munosabatini kuzatalaydi. Biroq xarita bir xil mavhum dunyo. Subjektiv amaliyot bo'lib, u ma'lum bir joyning yer-joy tasviridir. İnsaniyetning pishib yetilishi va baxt saodatiga mayak kabi yetakchilik qila oladigan prinsiplar objektiv amaliyotni aks ettirgan xaritadir. Bu prinsiplar tarixdagi barliq jamiyatlarga singib kirib, oila va kollektivlarning gullab yashnashidagi asosga aylangan. İnsaniyet tarixinin gullanishi va xaroblashishining davriyligining taktiga yetgan, tushungan har qanday odam bu prinsiplarning tarixning buran chapqunlaridimi tavranmaydiganligini obdan biladi. Tarixdan buyon nurg'un davlat va jamiyatlarning hayot mamoti, gullanishi yoki zo'rlikqa yuz tutishi hamisha bu prinsiplarga rioya qilish, qilmaslik tarafidan belgilangan. Men ta'kidlagan bu prinsiplar cho'nqur mazmunliq diniy ta'limotlar emas va yoki allaqanday din e'tiqod kategoriyasiga tabi emas. Vaholanki dunyodagi asosli din va millatlarning etnik, etika, axloq qarashlari bu prinsiplarni degudek o'z ichiga olgan. Bu xuddi insoniyat jamiyatida millat, irq halqigan, hammaga o'rtaq tug'ma qobiliyatlar mavjud bo'lgan kabi so'zsiz haqiqat bo'lib, har qanday odam bu prinsiplarning tahtiga yetalaydi. Gerçi bu prinsiplar bazı örf odat va shaxslarning inkor qilishi tufayli bir mahal xiralashib qolgandek qismi, biroq yanada umumyuzlik mavjuddir. Adalet prinsipini ilib etsak, barobarlik va haqqoniyat hukmi mushu prinsip asosida shaxlab chiqqan. Gerçi her qaysi jamiyatlarning adolat hukmi va adolatni qandoq davom ettirish haqidagi ko'z qarashlari farqli bo'lsa-mu, biroq ular bu prinsipning mavjudligini birdek e'tirof qiladi. Mulozimat, samimiyat va haqqoniylik prinsipi insonlarning o'zaro ishonch turg'izishidagi asosdir. İşenç bo'lgandila hamkorlashqili shaxs va kollektivni qironiga yetkazgulik bo'ladi. Mulozimat prinsipi o'zini pido qilish,
fazilatga ahamiyat berish va o'zguchilikni qo'g'lashishdan iboratdir. Yoshirin iqtidor prinsipi deganda insonlarning uzuksiz tovlanish, algı ilgirlash, yoshirin iqtidorini echish, talantini joriy qildirish jarayonini ko'rsatadi. Yoshirin iqtidor prinsipi deganda insonlarning uzluksiz tovlanish, algı ilgirlash, yoshirin iqtidorini echish, talantini joriy qildirish jarayonini ko'rsatadi. Bu prinsipga munosabatlik yana bir prinsip pishib yetilish prinsipi bo'lib, o yoshirin iqtidor va talantni echish, joriy qildirish jarayonidir. Bu jarayonni chidam, ta'lim, ilhom qatorliq prinsiplarni moslashtirish orqali amalga oshirish mumkin. Yani bu prinsipni chidam, ta'lim, ilhom qatorliq prinsiplarni moslashtirish orqali amalga oshirish mumkin. Prinsip amalga o'xshamaydi. Amal bir xil alohida harakat yoki faoliyat bo'lib, odatda ma'lum ahvolga mos kelgan amalning boshqa bir xil ahvolga mos kelishi notayin. Bu xuddi ota-onalarning tunji farzandini tarbiyalashda amal qilgan usulining ikkinchi farzandini tarbiyalashga mos kelmagandekla bir ish. Amal icra, ayrımlılık ve konkretlikka ega. Prinsip bo'lsa cho'nqurlik, ommavilik ve umumilikka ega. Odatda prinsipni shaxs, nikah, oila ishlari, turli apparatlarning xizmatlariga tatbiqlashga bo'ladi. Mubada prinsipni kundalik odatimizga aylandira olsak, her qandaq ishga taqobil tura olamiz. Prinsip qimmat qarashi deganlik emas. Bir top qaroqchi o'xshash qimmat qarashga ega bo'lishi mumkin. Lekin ular rahimdillik prinsipida o'xshamaydi. Mubada prinsip yer joy deyilsa, o halda qimmat qarashi xarita timsolidir. To'g'ri prinsipga hurmat qilganda haqiqiy ahvolni aniq farq etkili bo'ladi. Prinsip tecrübe savatlarını yakunlash, tarixning buran chapqunlarida tavlanish asosida barliqqa kelgan, pak talab qilmaydigan haqiqat bo'lib, insoniyat ish faoliyatining kompasidir. Prinsipning mohiyatiga yetishning eng oddiy usuli bu prinsiplarga qarshi yo'l tutgandagi oqibatni tasavvur qilishdir. Hech kim aldamchilik, adolatsizlik, pastkaşlik, iqtidorsizlik, tushkunlik qatorliqlarga tayinib, baxt, saodat va muvaffaqiyatni qo'lga keltirgili bo'ladi deb o'ylaması kerak. Bir odamning tafakkur andizisi yoki xaritasi prinsip ve tabiiy qonuniyatlarga qanchaki mos kelsa, o adam shunchaki ilmi, yuqori unumlik turmush kechira oladi. Pozitsiya ve hareketni o'zgartirish uchun ko'rsatgan tirishchanlikqa qaraganda to'g'ri xaritaning shaxs ve kişilik munosabatga bo'lgan ta'siri texmo zo'rdir. Yani bir adamın tefekkür endişesi yoki xaritasi prinsip ve tabiiy qonuniyatlarga qanchaki mos kelsa, o adam shunchaki ilmi, yuqori unumlik turmush kechira oladi. Pozitsiya ve hareketni o'zgartirish uchun ko'rsatgan tirishchanlikqa qaraganda to'g'ri xaritaning shaxs ve kişilik munosabatga bo'lgan ta'siri texmo zo'rdir debdi qadrli qarindoshlar. Endi keyingi mazmun pishib yetilish ve o'zgarish prinsipi degan mazmunga o'tamiz qadrli qarindoshlar.
Bir kardeşimiz kitap soraptı da hazır ders kılmadığımız şuna onun cevap veremeyimiz. Pişbitiliş ve özgürlük prensibi. Kişilik cazibe nazariyesi kişilerini şeylerinin üspitiliş jaryanidagi tabiiy qonuniyatdan halqib öz rolini jari qildiralaydiganligiga, ko'ngildagidek kişilik munosabat barpo qila oladiganligiga ishontirib yurib, kishilarning qiziqishini qo'zg'agan. Bu Bengining xiyoli kabi eti ulug' supurisi quruq sapsata. Kishilarni ishlamay ishlashga qiziqtirgandek bir ish bo'lib, bu orqali erishgan atalmış muvaffaqiyat hargiz uzoqcha davom etolmaydi. Kishilik jazibe nazariyasi odamni bir xil xato sezim va xam xiyolga boshlab, biroqla yuqori martabaga erishishga qiziqtirdi. Bu xuddi qo'lida Detroitning xaritasini ko'tarib olib, Chicago'ga barmoqchi bo'lgandek bir ish. Erich Fromm kişilik cazibe nazariyesining manbasi ve ünümünü çoğunqur tunib yetken. O şundaq deydi. Hazır şundaq adamlar bar ki, ular tirik taplaçı turmuş keçirdi. İzzetini saklamaydı. Erteden keç-kecha başqalarda yaxshi ta'sir qoldirishni o'ylaydi. Ularning aloqa mahorati, samimiy tabassumi, hatto azob tuyg'usimi quruq sapsata. Saxta külke, tushkunlikka o'rin bo'shatgan. Qisqasi, ular xarakteri va xosligini yo'qotgan kishilar bo'lib, qutqizib olish tez. Ularning boshqa odamlardan mohiyatlik farqi asla yo'q. İnsanning hayoti o'xshamagan yetilish va yuksalish bosqichlarini o'z ichiga olgan bo'lib, o tadrijiy ishga oshadi. Bala aldı bilen öğrülüşni, olturuşni, öğmeleşni, onundan keyin menişni, yuguruşni ügünüdü. Bu basqıçlarning hemmisi nihayet muhim, yenikilip belgilik vaqtga muhtaç. Bu basqıçlarning hech qaysisidan xalqancha atlab o'tkili bo'lmaydi. Kishilarning yetilish jarayoni oddisi skriptga chelishni ügünüşdən tatib, xizmatdoshlar aro munosabatgacha shaxs, oila, nikoh ishlaridan tortib jamiyat ishlarigacha yuqorqi prinsipga bo'ysunadi. Odatda moddiy sohada az-azdan ko'payish prinsipini qabul qilaligimiz bilan ruhiy jihatda, ya'ni kishilik munosabat, axloqiy fazilat qatorliq jihatlarda bu prinsipga degandek amal qilib ketalishimiz natayin. Buni tushungan taqdirdami qabul qilishni yoki reallikqa tatbiqlashni xohlab ketmasligimiz mumkin. Shu sababli atrofimizda sur'at qo'g'lishga urinadigan halqali qadam bosqichlardan halqib, manzilga yetishning xiyolini qiladigan odamlar samandek. Mubodo tabiiy yetilish, yükseliş jarayonini qisqartimiz desek, qandaq oqibat kelib chiqar? O'ylab boqayli. Tortop o'ynash mahoratingiz odatdagicha bo'lsa, o'zingizni dangsimay, dangliq mahirlar bilan kuch sinish boshqalarni hang-tang qoldiraman desangiz, buningdan qandaq natija chiqar? Kuchlik irodaga tayinibla raqibingizni mag'lub qila olasizmi? Yana sizning iskirlikka chelish mahoratingiz odatdagicha bo'lsa, biroq do'stlaringizga kechilik o'tkazgidek talantim bor deb laf urib yursangiz, hamon bir kuni boshqalarning oldida rasvoyi azim bo'lmay qolasizmi? Tabiiy yetilish prinsipiga qarshi yo'l tutqili, sal qarg'ili, yetilish jarayonini qisqartqili bo'lmaydi. Bunda qilimiz deydiganimiz, erishadiganimiz ümidsizlik ve mag'lubiyat tuyg'usi bo'ladi, xolos. Mubodo o'lcham 10 numar bo'lsa, lekin men har qaysi turlarda faqat 2 numarga erishsam, o holda 5 numarga erishish uchun oldi bilan
3 numarını nişanlap hareket kılışımga toğru kelidi. Neçe ming chaqirımlık uzun sefermo tunji yönelmeydi. Algı basalmaydı. Bu xuddi kesilini yushursa ölümü aşkara boğandakla bir iş. Özünün bilmeydiğini itiraf kılış bilim eliştiki tunji kademdir. Tunji demdir. Bu haqda soruyor şundaq deydi. Mübade biz hadisala özümüzün bilimini köz kılış bilen bolup kessek, yetiliş davamidagi nadonlikdan qandaqma qo'l uzaleymiz? Esimde qilishcha bir qatim do'stimning ikki qizi ota-onasining bek qattiq qo'lliqdan o'zlarining holiga yetmaydiganligidan yig'lab turib shikoyat qildi. Ular ota-onasiga ularning mehr muhabbatiga, kuyunishiga, yetaklishiga muhtoj ekanligini aytishga petinolmagan edi. Şunun bilen ben dostumni izlep berip paranlaştım. Paranlarlıqda o özünün micazının yaxşı emasligini itiraf qil diyor. Balalarga qarata mas'uliyatchan bulanmaganligini, yeterlik kuyunelmegenligini itiraf qilishni xohlamadi. Aniqki, atalmış g'urur onu özünü o'zgartish yo'lidagi birinchi qadamdan cheklab qo'ygan edi. Jo'ra, farzand, dost, yaren ve hizmetdaşlar bilen boğan alaka davamında cezmen ularning sözlerini zen silip anlaş gerek. Bu hissiyat amilinin qo'llashiga muhtaç. Berib anlaş üçün sevirchan, samimiy bo'lish, qarshi tarafning arzu armonlarini tushunish kerak. Bu axloqiy fazilatning oliy kategoriyasiga tabe fazilatdir. Azgın hissiyat arqılık kıymetlik teklifke erişiş elbette aqılane tanlaştır. Top oynaş ve skirip geçeliş mahiyetine baha beriş asan iş. Bırak ahlak ve hissiyat meselesine baha beriş bununla okşamaydı. Natoniş adamlar ve hizmetdaşlar aldıda biz saht kıyafet kiribelip vaktince ötüp giderişimiz mümkün. Bırak özümüzün hali bari özümüzge 5 qo'ldek ayan. Öpçörümüzdekiler bu bizning haltımızda ne bağlılığını bilip kalıdı. Şirket sahasida fursatparastlikka ait misallarni talay ko'rganman. Bir qism boshqaruvchilar dabdabalik nutqi, xush tabassumi, boshqa shirkatlarga qo'shib olish, birleşip setib olish yoki g'arazlik setib olish qatorliq yo'llar orqali bir xil o'zgacha shirkat yoki korxona madaniyati yaratib, ishlab chiqarish, sifat, axloq, mulozimat saviyasini o'stirish maqsadiga yetmoqchi bo'ladi. Biroq ular yengil ishlashsa, boshqalarning o'ziga bo'lgan ishonchidan mahrum qildiganlikdan iborat reallıkka sel karışıdı. Ular bu usullarının degandek ünüm berolmaganini bayqapla qalsa, diqqatini derhal kişilik cazibe nazariyasi asosidagi boshqa mahoratlarga ag'dirdi. Ammo ularning bu vaqtimi yüksek derecede o'zaro ishonishdan iborat korxona madaniyatining asosi bo'lmish tabiiy prinsip ve yetilish qonuniyatiga amal qilalishi natayin. Köp yıllar ilgili menmi yuqoriga o'xshib ketilgan bir xatolik sodir qilgan edim. Bir kuni qizimning tug'ilgan kunini o'tkazib berish uchun uyga qaytgan edim. Eshikdan kirsam, qizim boshqalar bergan sovg'atlarni do'stlarga tutqizmay, chin quchoqlab olib, mehmonxonaning bir bulug'iga tiqilib olibdi. Qizimning
mehmonlar oldidagi mundaq shaxsiyatchiligi meni to'liq o'g'aysizlantirib etdi. O'zimning oliy maktabda kishilik munosabat haqida dars so'zlaydiganimni eslasam, vujudimdagi bu xil xijillik texmo kuchayatdi. Mehmonlarning nimalarni o'ylayotganligi ko'nglimga ayon edi. Kayfiyat nihoyat jiddiy edi. Balalar qizimni o'rib olib, o'yinchiqlarga qo'llarini suzishatdi. Biroq qizim o'yinchiqlarni tutqizmayotdi. Bu vaqtda kallamga qizimga o'rtaq bahrlanish haqida tushuncha beray, bu eng aqlli qimmat qarash deganlar keldi-da, bu haqida eg'iz ochdim. Quzam, do'stlarimiz bergan sovg'atlarni ular bilan birga o'ynang, ma'qulmi? Yo'q. O nihoyat keskin talabbizni rad qildi. Shuning bilan men qoida so'zlashga o'tdim. Suyimlikim, bugun o'yinchiqlaringizni do'stlaringiz bilan birga o'ynasangiz, ularning uyiga borsangiz, ularning o'yinchiqlarini sizga o'ynag'ili beradi. O yanada yo'q dedi qat'iylik bilan. Men texmo o'ng'aysizlanib ketdim. Aniqki, qizimga gapimni o'tkazolmayotdim. Biroq yanada 3-tadbirni sinab ko'rmoqchi bo'ldim-da, past ovozda: "Qo'zam, o'yinchiqlaringizni do'stlaringiz bilan birga o'ynasangiz, sizni bir tal seg'iz bilan mukofotlayman", dedim. "Yo'q, lozim emas", deb varqirdi o bar kuchi bilan. Savr qacham to'shdi. Endi tahdid silishga o'tdim. "Yana johillik qiladigan bo'lsang, ko'rgulikingni ko'rsataman." Qizim yig'lab, yanala jahli bilan: "Karim yo'q, bermayman", deb varqiraydi. Men amalsiz onun qo'lidagi o'yinchiqlardan bir nechini yo'lib tortib oldim-da, balalarga o'ynashga berdim. Balkim qizim igidarchilik jarayonini boshdan kechirishga muhtojdir. Shunda o ata qilish uqumini tushuna olishi mumkin. Amaliyotda o'zida yo'q narsani qandoqmi boshqalarga taqdim qilg'ili bo'lsin. Balkim o mendek hissiyot jihati pishib yetilgan otasining vujudidan bu xil kechirmishga erishishni orzu qiladigandir. Ayni vaqtda men mehmonlarning menga bo'lgan qarashiga bakrak ahamiyat berib, balamning pishib yetilishi, ota-bolalik munosabat deganlarga sal qaragan ekanman. Ishning beshidala o'zimning qarashini to'g'ri deb tunib olib, o jazman boshqalar bilan teng bahranishni o'rganish kerak. Onun qilg'ini xato deb o'ylab ekanman. Turmush tajribamning ozliqidanmi qizimga bak yuqori talab qo'yib olib, uni tushunishga, ish harakatlariga qarata sabrchan bo'lishga sal qaragan, yengiltaklik bilan onundan ba'zi bir badallarni to'lashini talab qilgan, yetersizligimni yo'gash maqsadida salohiyat va nupuzimni pash qilib, uni bo'ysundirishga uringan ekanman. Bu tentaklik jiq narsaga ziyon soldi. Tashqi omilning yordamida maqsadimga yetdim. Ammo qizimning o'sib yetilish, mustaqil fikr qilish va o'zini kontrol qilish iqtidori to'salg'uga uchirdi. Ota-bolalik munosabatimizga sal-pal daskat. O'zaro hamkorlikning o'rnini vahima qo'rqinch egallab, öz fikrimizde texmo cahillarca çın turduğan, bir-birimizden ziyade ihtiyat kıldığan halet şekillenip kaldı. Mubada, güç kuvvetinizin menbesi boğan kaddi-qamet, güç mağdur, hizmet, nüfuz, okuş tarihi, mertebe, salahiyet, sirqi qiyafet ya ki ötmüşteki muvaffaqiyet qatarlıqlarda özgürüş bolsa veya ki bulardan bırakla mehrum qalsınız, qandaq qilasiz. Ayni chaqda turmush tecrübem yeterlik bo'lgan bo'lsa edi, o'rtaq bahrlanish, pishib yetilish haqidagi tushuncham, otalik mehr muhabbetim va farzand tarbiyalash iqtidorimga tayinib, qizimning o'yinchiqni balalar bilan birlikda o'ynamasligini o'z maylicha qaror chiqarishiga yo'l qo'ygan bo'lar edim. Belki qizimga qoida so'zlab unumini ko'rolmaganimda,
balalarning boshqa qiziqarli o'yinlarga boshlab kelib, ularning diqqatini burash orqali qizimdagi psixik besimni yengillatishim mumkin edi. Hozir shuni his qilib yetdimki, balalar haqiqiy erishish tuyg'usining ta'mini tetib yetganda boshqalar bilan o'rtaq bahrilanishni xohlaydigan bo'ladi ekan. Tecrübe sabablarım bana farzand tarbiyasida vaqt va shart sharoitga qarab ish ko'rish lozimligini to'nibdi. Munosabat va kayfiyat jiddiy vaqtda ilib berilgan ta'lim tarbiya baho berish, inkor qilish xarakteriga ega bo'ladi ekan. Bolalar muvofiq sharoitda moyillik bilan yetaklansa, tarbiyaning unumi yuqori bo'ladi ekan. Afsuslarligi ayni yilları sabrchanlik ve özümni kontrol qilish iqtidorim yuqoriqilarni ishga oshira oladigan darajada pishib yetilmagan ekan. Ehtimal erishish jarayonini o'z beshidan o'tkazgan kishilarla o'rtaq bahrilanishning nimaligini his qilib yetalishi mumkin. Nurg'un kishilar oila va nikoh ishlarida qarg'ulachi badal to'lashidi va yoki badal to'lash o'rtaq bahrilanishdan bosh tortadi. Bu balkim ularning erishish jarayonini boshdan kechirmaganligi, o'zini e'tirof qilish, izzat hurmatini saqlash tuyg'usining kamchiligidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Shunlashqa farzand tarbiyasida bolalarga sabrchanlik bilan erishish tuyg'usining nimaligini his qildirish bilan birga badal to'lashning qimmatini ilmiy yusunda tonutishimiz, öz ameliyatimiz orqali ularga o'lga bo'lishimiz kerak. Qadrli qarindoshlar, sizlar bilan birlikda o'rganayotganimiz Stephen Covey'ninki Önümdar kishilarning 7 odati, The 7 Habits of Highly Effective People degan kitobning uyg'urchasi. Qadrli qarindoshlar, hozir biz 60-betga keldik. Endi çatak yiltizidan hal qilmaslikda degan mazmunni sizlar bilan birlikda o'rganamiz. Uningdan keyin yangicha ideyaviy sapa degan mazmunga keldik ekanmiz, jinim do'stlarim. Çatak yiltizidan hal qilmaslikda. Kishilar odatda utuq qozongan odam, oila, kollektivlarga nihoyatda havas qilishidi. Ularning havas qiladiganini iqtidor, tajriba saboq, do'stona hamkorlik, tashkilotlardagi uyushish ro'yi qatorliqlarda ko'rinsimi, ammo eng qiziqadigani yanala muvaffaqiyatning keyniga yushirilgan sir, muvaffaqiyatni bilishdir. Ular muvaffaqiyat sohiblaridan tez unum beradigan, yo'liqqan qiyinchiliklarni tez sur'atda hal qilg'ili bo'ladigan chora tadbirlar haqida ta'lim olishni istaydi. Bundaq arzu istakdagi kishilar bor yerda ularga ko'ngildagidek javob beradigan odamlarmi chiqadi, albatta. Gayda tez unum beradigan usullar jonga asqassimi, biroq o bir qism yuzaki masalalarni vaqtliq hal qilishga yaraydi xolos. Lekin mohiyatlik masala saqlanib qolaveradi-da, vaqtning o'tishiga ergishib, masala yana qaytadan zohir bo'lishga boshlaydi. Unumli usulga qanchaki murojaat qilgan siri qo'shtirnoqshida masala shunchalik uzunga so'ziladi, texmi murakkablashib boradi. Fikrimizni pokitlik bayon qilish uchun biz bu yerda mushu bobning bosh qismida tilga olingan bir qism mazmun va shaxs jazbadorligi nazariyasining ta'siriga oid bayonlarni yana bir qatim tilga olib o'tamiz. Men unumlik boshqarishga doir nurg'un darsga qatnashib baqdim.
Xizmetçilərə qoyduğan tələbim nəhayət yuqarı. Mümkün qədər onlara yaxşı muamele qilishni istəyman. Ularning sadoqatini his qilolmayman. Bir kunlarda ağrıb yetib qalsam, ular çoxum qetig'imi olmay, quruq parang selishib kun o'tkazamikin deyman. Nemishqa ularda mustaqil, mas'uliyatchan ruh yetildirolmayman? Nemishqa bunday xizmatchilar menga nisb bo'lmaydi? Shaxs jazbi nazariyasi ishchi xizmatchilarni tizginlashga amalsiz qolgan direktorga qattiq vosita qo'llanib, ishlarni qaytadan izg'i silib, ishchi xizmatchilarni ko'ngil qo'yib ishlaydigan holga akilishi va yoki xizmatchilarni munosib tarbiyalab, ularning xizmat qizg'inligini oshirishni, zarur topilganda jamiyatdan kasblashgan xodimlarni qabul qilishni tavsiya qiladi. Qaramoqqa ishtahatchan ko'rinsimi, Astriddan tuzumga xiloflik qiladigan xodimlar ko'nglida xo'jayinining o'zlariga ko'ngil biladigan, bilmaydiganligi, odam qatorida ko'radigan, ko'rmaydiganligi haqida har xil gumonlarni qilishidi. Xodimlardagi bu xil gumoniy qarashlar sababsiz shakllanib qolmaydi, albatta. Mubodo xo'jayin xizmatchi xodimlarga ko'ngil bo'lmasa, ularni mashina qatorida ko'rsa, bu ularning boshqarish pozitsiyasining qatmanligidan, boshqarish san'atining tuvanligidan derak beradi. Qiladigan ishlarim ziyoda ko'p. Hamisha yetisholmayotgandek besimimiz qilib, kun bo'yi paloqlapli yuraman. Bu boshqatchilikni hal qilish uchun vaqt boshqarish usuli haqidagi kurslarga qatnashib baqdim. Yana har xil vaqt, surat planlaridan foydalanib ko'rdim. Qaramoqqa bularning ancha-muncha unumi ko'rilganda qismi, lekin o'zim orzu qilgandek xushal-xuram, ma'nilik, tinch turmushga erisholmadim. Shaxs jaziba nazariyasi texnik unumli usullar, ya'ni yangicha plan yoki tarbiyalash sinfi degandeklardan foydalanib, bu masalalarni hal qilish kerak deb qaraydi. Biroq bu masalalarning zodi usul bilan munosabati bormi yo'q? Qisqa vaqt ichida nurg'un ishni tamomlash rostla foydalikmi? Yoki bu usullar odamni turmush qaynog'iga cho'kib ketgan odam va muhitga qarata texmo tez inkas qaytara oladigan holga keltiramdi. Vaqt hayotlik va o'zlik haqidagi ko'z qarashlarimizga ta'sir ko'rsatib turadigan tafakkur andizimizni texmo cho'nqur va atrofli tadqiq qilishimiz kerakmi, qandoq? Nikoh ishim mazzasiz bir holga kelib qoldi. O'zaro sattillashgan yoki mush ko'tarishgan ishlog'i yo'q. Lekin bir-birimizdan ko'nglimiz qoldi. Nikoh maslahatchilaridan ta'limni ko'rdik. Qilmagan ishimiz qolmadi. Afsuski, bir chaqnadagi muhabbat yalqoni endi qayt ko'rinmaydigan o'xshaydi. Shaxs jaziba nazariyasi bu masalani hal qilishda bir qism yangi kitob va darsliklardan foydalanib, xotinlarning hissiyat ifodalash iqtidorini oshirish kerak. Shundala ayollar erini texmi tushundigan bo'ladi. Mubodo buning unumi bo'lmasa, eng yaxshisi turmushni yangidan boshlash kerak deganlarni tavsiya qiladi. Biroq masala ayollar bilan munosabatlikmi? Taraf her dese ayolning kamchiligiga ko'z tikib olib, o'z-o'ziga bosh qatiqchilikka tepib olganmi? Yo'q. Uning jo'ri nikoh, muhabbat haqidagi tafakkur anisi bu masalalarni keltirib chiqarganmi? Yo'q. Degandek masalalar haqida kalla qatirish ortiqcha bo'lmasi kerak. Siz hozir balkim shaxs jaziba nazariyasining kishilarning tafakkur andizisi va masalani kuzatish usuliga
qanchalik cho'nqur ta'sir ko'rsatganligini his qilib yetdingizga deyman. Hozir nurg'un odam shaxs jaziba nazariyasining quruq va'dalariga burunqidek qarg'ulachi ishinib, ham xiyol surib o'ltirmaydigan bo'ldi. Hozir nurg'un odam yoki shaxs jaziba nazariyasining quruq va'dalariga burunqidek qarg'ulachi ishinib, ham xiyol surib o'ltirmaydigan bo'ldi. Ya'ni jaziba nazariyasi degan jazb, ya'ni bir odamni sirtkilarning diqqatini o'ziga tortadigan, ularni qoyil qilishga intiladigan yoki bo'lmasa shunga o'xshash, ya'ni boshqalarga ko'rinishni asos qiladigan sirtqi, ya'ni qiyofatni shuni ko'rsatdi, qadrli qarindoshlar. Qanday qilsam qarshi tarafni o'zimga torta olayman. Amerikadagi xiljiq tashkilotlar bilan hamkorlash davomida nurg'un yiroqni ko'rar boshqaruvchilarning allaqachon ruhlantirish qo'shtirnoqishida ruhlantirish xarakteridagi hikoya nutqlardan qo'l uzganligini bayqadim. Ular qo'shtirnoqishida aspirin va yoki qo'shtirnoqishida barmoq chapliqi kabi ikkilamchi omillarga emas, balki mohiyatlik masalalarga, jarayonga ahamiyat berishidi. Shu sababdan ular har vaqt masalalarni yiltizidan hal qila oladigan, uzoqcha unum beradigan prinsiplarga erishishni istaydi. Qadrli qarindoshlar, taltukuz o'zgarishninki nihoyatda muhim usullarini, ya'ni chatoqning yiltizdan hal qilmaslik ekanligini ko'rsatib o'tibdi Stephen Covey. Yangicha ideyaviy sapa 47 minut bo'pti, qadrli qarindoshlar. Shuning bilan bugungi darsimiz tugaydi. Biz o'rganish qilayotgan bu kitob Ünümdar kişilerinin 7 adeti. The 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey, Amerika. Yangicha ideyaviy sapa. Albert Einstein shundoq deydi. Qiyinchilikqa yo'liqqanda hamisha o'zimizda bor ideyaviy sapaga tayinibla masalani hal qilg'ili bo'lmaydi. O'zimizda obdan dangsab baqsaqla, shaxs jaziba nazariyasining ta'siri orqasida shakllangan bir qator masalalarning qon-qonimizga singib ketganligini, bu masalalarni bir qism yuzaki usullarga tayinibla hal qilib ketgili bo'lmaydiganligini bayqaymiz. Biz yangicha ideya va prinsip ustiga qurilgan texmo cho'nqur tafakkur andizasiga muhtoj. Bu xil andiza bizni yuqori ish unumini qo'lga keltirish, kishilik munosabatni yaxshilash, mohiyatlik masalalarni hal qilishga yetaklaydigan bo'lishi kerak. Dal shu xildagi yangicha ideyalarni bayon qildi. Mazkur kitobda bayon qilingan kitobdagi mazmunlar prinsipni mazkur kitobda bayon qilingan mazmunlar dal shu xildagi yangicha ideyalarni bayon qiladi. Kitobdagi mazmunlar prinsipni markaz, axloqiy fazilatni o'lcham qilish asosida shaxs va kishilik munosabatning unumini ichidan sirtiga qo'lga keltirishni ta'kidlaydi. İçidan sirtiga deganlik ishni o'z vujudidan boshlash. Yanimi iniqroq qilib aytganda o'z qalbidan boshlash deganlik bo'lib, oldi bilan o'zining tafakkur usuli, diyonati va muddaosini o'zgartishni ko'rsatadi. Mubada siz ko'ngildagidek oilaviy turmushdan bahramand bo'lishni istasangiz, jo'ringizga yordam qiladigan homiy bo'lingki, hergizmi putlaqashang bo'lmang. Onunga bek yuqori talab qo'yamang. Mubada siz
Yaşlıq baharı urğub turvatqan pərzentlərinizni texmi itaatcan, pəzilətlik bolsun desiniz, aldı bilən söz hərəkətiniz birdək. Kuyumcan, balalarının halığı yetidigan, kuyumcan, ata-analardan bolun. Mübadə siz xizmətdə texmi erkin azadılıkka erişey desiniz, məsuliyetcan xadim bolun. Mübadə siz iqtidarın kömülüb qalmasın desiniz, özünüzni negizlik, əxlaqi pəzilətlər bilən qurallandırın. İşçidin sırtığa noqti nəziri şəxs dairesideki muvaffaqiyetni ammivi muvaffaqiyetdən burun işqa aşırğuluq. Kişi öz əhdisiga əməl qılalığandala andın başqalarga bəgən vədinin hüddüsünün çıxalaydı. Şəxs cəzbədarlıqni əxlaqi pəzilətdən üstün körüş, özünü mükemmelleştirişdən avval kişilik münasibətini mükemmelleştirişə urunuş məğlubiyyət bilən xarakterlidir deb qaraydı. Bək mühim yetken qaydılayma. İşçidin sırtığa noqti nəziri şəxs dairesideki muvaffaqiyetni ammivi muvaffaqiyetdən burun işqa aşırğuluq. Kişi öz əhdisiga əməl qılalığandala andın başqalarga bəgən vədinin höddüsünün çıxalaydı. Şəxs cəzbədarlıqni əxlaqi pəzilətdən üstün körüş, özünü mükemmelleştirişdən avval kişilik münasibətini mükemmelleştirişə uruş məğlubiyyət bilən xarakterində deb qaraydı. İşçidin sırtığa noqti nəziri bir xil üzlüksüz yenileniş jarayoni bo'lib, o insanın tərəqqi qilish, yetilish jarayonida asaslanadigan tabiiy qonuniyatlar asosida tədrici ilgirlashni təşəbbüs qiladi. Bu noqti nazar bizni özlüksüz algı ilgiletib, öz gücümüzge tayinib kudret tapalaydigan, başqalar bilan önümlük hemkarlaşalaydigan halga keltirdi. Xizmet davamida acayip iqtidarlıq talant egileri bilan birga ishlash sharafiga erishganman. Ularning ichida korxona boshqaruvchilarmi, oliy maktab o'quvchilarimi, dini, ammaviy tashkilotlarda ishlaydiganlarmi, aile tavobatlarmi, xotinlarmi bor. Ular her vaqt baxit va muvaffaqiyatga erishish istikida to'xtamay izlanayotgan va yoki mushu yo'lda uzluksiz jabr japa tortayotganlardir. Tecrübe sabaqlarim bana sirtidan ichiga nuqta nazari asosida erishgan hal qilish usulining muvaffaqiyat va baxtning adoqi kapolati bo'lolmaydiganligini his qildirdi. Bu xil tafakkur andizisi odamni bir izda to'xtab qoladigan bir bechora holga keltirib qo'ydi hamda barliq oqibatni muhit va allakimlar keltirib chiqargan deb ko'rsatdi. Men ommaviy turmushida jidal o'ksimaydigan bir qism xotinlarni uchratganman. Ular hadislar jo'risining gunohlarini dastak qilib olib, qarish tarafni el qilish g'arizida bo'ladi. Xo'jayinlar bilan ishlamchilar orasidagi emgak majralarimi mag'jiq uchraydi. Majra yuz berishining oldida ikki taraf hadislar nurg'un vaqti va zihnini qoida tuzum tuzishga qaratishdi. Xuddi shunday qilsalar ishonch asosi turg'azalaydigandek. Dünyadaki en keskin tokunuş bulunatkan Janubiy Afrika, İsrailiye, İrlandiya qatarlıq rayonlardaki tokunuşның tüpki sebebi dal cemiyette ekip yürgen sirttin içiga noqti nazari asosidagi tefekkür endizisidir. Her qaysi taraflar hamisha meseleni qarshi tarafda deb qarashidi. Mubada qaysi bir taraf pokitga hurmat qilib, ixtilof maydonidan özlüküdün çekinip çıksa mesele şu zaman hal bulattı. Şəxs cazibe nazariyasi cemiyeti umlaşkan tefekkür endizisiga aylanganlığı. Yani kilip tesiri naiti çonkur boğanlığı sebeplik nurgun adamның dəməllıqqa işçidin sırtıqa noqti nazarı asasıdaki
tefekkür endizisini kabul kılınması mümkün. Şəxsi keçirmiş, tecrübe savaq ve tarixdeki muvaffaqiyat kazangan şəxs, cemiyetler hakkında elip bağlan mülahizələrimə asaslanıb, şundaq deyələymin ki, bu 7 adet işideki nurgun prinsiplar allaqaçan kalbimizge, kündülük faaliyetlerimizge sınıp təsir körüstüp kelmekte. Bahalen ki, bu prinsiplardan ünümlük paydalanışda nohdi nəzərini özgertiş, yani tefekkür endizisini işçidin sırtığa nohdi nəzəri asasıdaki tefekkür uslubuğa özgertiş zörür. Bu prinsiplarının çoğunluğu mənisiga yetib, turmuşimizga tətbiqlaydiganla bolsaq, işinimen ki, ilyut etkan tüvendeki sözlerini teximi abdan düşünələyimiz. İzlenişini toxtutup koymaylı. Şübhesiz ki, barlıq izlenişlerinin adaqqı menzili dəsləbki başlanış noktasıga qaytiş. Yani kelib, başlanış noktasıga qarıta en dəsləbki düşənçini saqlab qilishdir. Qadirli qarindaşlar, dəsləbki nokta. Yani eğer kandak bir insan meyle kandak millet buluşunu qat'i nazar, o çok ma'lum bir fitret bilen yaratılıdı qadirli qarindaşlar. Bizning bu Süleymaniye Vakfı Fitret ve Din Tədqiqat, Din ve Fitret Tədqiqat Merkezimi del aşu Allah'ın ki barlıq insaniyetke yaratkan fitretini tədqiq qilish bilen şug'ulunda qadirli qarindaşlar. Mesela bu kitap ve hikmet bilginin kaynağı, kitap ve hikmet diyen bu 22. sanda jurnalınki mesela aile toğruluk nurgulagan makallalar varken mesela Kur'an'da aile içi ilişkiler Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'ın ondan başka bugüne kadar kimse bilmedi de biz mi bildik? Bu Zeki Bayraktar Profesör Doktor'unki. Ondaki Kur'an'da ulul kitap ve ehlil kitap farkı Erdem Uygan'ın yazması iken şunun okşaş mezmunlar bağ kadarlı kırındaşlar asaslıkı fitret Allah'ın insaniyet, bütkül insaniyetki ornatkan, yaratkan fitreti bilen Kur'an'ı birleştirip dinninki ortak noktaları zaten nimege karıta değilgen şularını tədqiq qılıbatımız qadarlı qarindaşlar. Şunlaşqa barlıq insanlarınki ortaq bir təbiiti, fitriti ba, əslidiki noxtaga qaytiş degan şu noxta bo'lishi kerak qadarlı qarindaşlar. Şunlaşqa bu kitabni hammalarga tavsiya qilaman. Elib o'qinglar. O'qiyanmaydiganlar, tinşanglar, biz birlikte uygunimiz shunda 446 betlik kitap gen jenim do'stlar. Anda olsa bugünkü dersimiz mişedi tügüdü. Allah'ınki özüge emanet bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.